Hammaga sizlar bilan men Alex Play Real Madrid va Al Nassr. Aytganimdek 3-chi qismda 4-chi qism boshlanmoqda. Tarkib shunaqa, o'yin boshlandi. Qorli lahzada o'yinimiz o'tadi. Mbappe, Garsius, Garcia, Brozovic, bo'lib ketyapti. Yutamizmikan? Ishqilib 2 qo'ysa-ya. Vay ana öldü. Mbappe eplamaya kaldı. Banto. Garsiz. Ronaldo ekan, Ronaldo o'ynab yuribdi. Yomon zo'r save qilyapti shu. Al Nassrlar tomon. Ularning komandasi bo'yicha eng baland ball shu oladi. Aniqda. Tinniq to'g'rimi? Lekin uramadi. To'samadi. Ularning komandasi bo'yicha birinchisini asosi kerak. Aniqda. Yerda shu tog'li soyganga o'xshasa qo'ysa desam, lekin bo'lmaydi, chunki Mbappe turib oldi, ko'rinmay qoldi. Ana Rodrigo. Gol. Rodrigo endi yaxshilandi. Avvalgi o'yinda bo'pti deb bitta imkoniyat berdim unga. Vinicius Junior bo'ladi, Vinicius Junior. Ronaldo'ning komandasi nima bo'lyapti sizlarga? Qayerdaysizlar sizlar? Ronaldo'ni sizlar o'zsizlar? Kimsizlar sizlar? Siz shu bot bo'lib qolishar ekanda shunaqa paytga kelganmi? Bizami. Pastga tashladi yo'lirdi. Siz og'rig'i ham qolmadi. Keyin pastga tashladi. Bento. Avvalgi o'yinda eng yaxshi futbolchi Mbappe bo'ldi. Bu o'yinda bo'la olmasa kerak. Qanaqa gol urdi? Sen kimsan? Mbappe do'sti. Fint bilan urdi o'zi. Fint bilan. Qarang. Fintdan gol. Ronaldo. Tanıdı dostlar, obunachilar. Eng baland ballni Vini deb qo'ysa ham bo'laveradi endi. Chunki u hat-trick bo'ldi. Esa bitta ham uramadimi yo urdimi? Esimda bo'lsa urolmadi-yu bitta ham.
Urdu mu? Urmadı. Garcia 2'de, Rodrigo bitti, Vini 3'te. Valverde, Vinicius, vay. Hayır, 2'de zarban, teyin tost yani. Şuna kayan küçülüyor. Bulasam. Vay Mbappe. Oyun olma yaptı bu oyunda. İyi pas aldı Mbappe ama. Rodrigo'da kendi koyuşunu koydu. Gördün mü? Kim gördü? Mantı. Vinicius. Bellingham. Bol gol. Kylian. Puska geldi. Puska. Meni kuzatayotgan oraylardan kimlar futbolda yarayga qatnashasizlar? Qaysi jamoada o'ynaysizlar? Nomini yozib qoldiringlar. Kommentda. Ronaldo. Bizdan o'tib ketolmaysan, Ronaldo. Ko'ryapsizlarmi? Bot. Jamoasi ham bot, o'zi ham bot. Balkim keyingi qismda o'zi gol urar finalda. Braziliyani yutdi, Argentinani yutdi, Barsani yutdi. Yutmagan Al-Nasr'da ham yutamiz hozir. Kylian. Endi Kyliandan ko'rasizlar, hat-trick qilishni boshlaydi. Lekin ulgurmaydi. Imkoniyati ham edi hozir Kylianni hat-trick qilish uchun. Aytdim dedimmi? Nima dedim? Kylian hat-trick qilolmaydi dedimmi? Dedim. Bo'ldi. Barsaga qarshi o'yinda eng yaxshisi ashi bo'ldi. Kylian. Kylian Mbappe shinikan. Sipan ketdi. 2 tane tuyadi. Bantu. Kylian bo'ptimi? Ishonmadim lekin Kylian imbaland bo'ldi olishga. Raporti. Voy aytdimmi? Bantu imbaland bo'ldi olishani dedim. Oldi endi. Sizlarga xayr.